Gulnora Karimova sabab 7 oy zapretda bo'lgan Munisa Rizayeva. Kanalimizda ilk marta ko'rib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni va video ostiga like tugmachasini bosishni unutmang. Sho'x va shaddod qo'shiqlari bilan muxlislar qalbidan joy olgan Munisa Rizayeva 1986-yilda Toshkentda tug'ilgan. Munisaning san'atkor bo'lishiga dastlab otasi qarshilik qilgan. Xonanda ilk ijodini Londonda boshlagan, ammo u yerda omadi kelmagach, Toshkentga qaytib ijodini rivojlantirdi. U ilk albomini 2012-yilda chiqardi. Rizayeva intervyulardan birida 2012-yilda Gulnora Karimovaning taqiqiga uchragani, ortidan o'zini o'ldirishga uringanini aytib o'tgan. U Karimova nomidan foydalanib, ish qilayotgani haqidagi tuhmat gaplar aytilganini ta'kidlagan. Shuning ortidan Gulnora Karimova Rizayeva faoliyatiga taqiq qo'ygan. Uzoq depressiyadan so'ng san'atga qaytgan. Munisa Rizayeva 2023-yilda oila qurdi. Hozirda uning bir nafar farzandi bor. Keyingi videomiz qaysi san'atkor haqida bo'lishini xohlaysiz? O'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Agarda sizga shunga o'xshash mashhurlar hayoti qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting.